Mana syomkamiz Jizzax viloyati Forish tumanidan xabar bo'lyapti. Men Namangan viloyati Chust tumani Aqcha qishlog'idan Katabay Bahodirman. Shu taraflarga kelib, mana dehqonchilik qilib, hop Agrimatiko firmasidan xoller pochkali urug'lardan xarid qilib olib kelib ekkandik. Xudo xolasa mana Forish tumanida effektlari zo'r bo'ldi. Tavsiya qilamiz. Har xil urug'larga aldanib qolishingizni istamaymiz. Xohlaymizki, tarvuzingiz mana shunday bo'lsin. Dehqonchilik qildingizmi, tarvuzingiz shunaqa bo'lsin. Ko'pga berib, kunmi qatorida bersin. Ko'pchilikka talab qilamiz. Nima maqsadimiz shuki, yaxshi ishonchli urug' xarid qilinglar, yaxshi daromad qilinglar. Ko'p bo'lsa elga foyda, yurtga foyda. Shuning uchun tavsiya qilamiz ishonchli urug'. Malades, zo'r urug'larni tavsiya qilamiz. Chunki mana ekib barotdik, effekti zo'r. Quyoshga ochilib qolmaydi. O'zbekcha qilib tushuntirganda quyoshga chidamlik. Mana hosildorliklar shotki mana kilosi mana Qozog'iston cheraz Rossiyaga urdik. Furalarga gulkoz temasin, yaxshi. Sredni 9 kilo 800, 10 kilo, 10,5 kiloga to'g'ri kelyapti. Quyuq suyuq. Bu degani uje rozviy holatda olinadi bu narsa. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Pishgandan keyin uje вообще ish bitadi tarvuz. Bu rozviy holatda Rossiyaga uriladigan, bir hafta yo'l yuradigan holatga 9,5 kilo, 10 kiloga aylangan narsa u kichkina narsa emas-da. Hosildorligini ko'ringlar, sentner zo'r. Har tomonlama yaxshi chiqqan. Mana hosildorliklar ham mana yaqinroqdan olib ko'rsatsangiz bo'lar ekan. Har bitta joyda mana 15 kilo, kam 15 kilo chiqadi mana shuni o'zi. Mana yonida yana tarvuz. Mana polni tarvuz, ser hosil mana polni tarvuz bor. Mana даже polni bir tekisda yetishtiryapti. Tarvuzimiz gap yo'q. Adashmaylar, zo'r, hosildorlik zo'r. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mana Abdulaziz, ochpan ko'ring, hamma joyini ko'ring. Mana shu, mana akam oldini ko'ring. Mana bitta joyda mana 5ta ham tarvuz bor. Men xohlasam shu yerda ham o'tsangiz bo'ladi. Mana bunaqa qanday bo'lish kerak? Mana paleni qarang. Pale polni o'rab olgan. Mana shu yerda ham hosil bor. Tushunasizmi? Mana. Ko'ryapsiz mana. Mana shu yerda o'zida mana 3 ta hosil bor. Mana. Mana bu taraflar ham polni ser hosilligi zo'r. Tavsiya qilamiz. U mana bitta joydan mana 5 ta tarvuz mana. Nima tavsiya qilamiz? Agrimatiko firmasidan urug'lardan xarid qilsanglar ishonchli. Muhimi urug' ishonchli. Summasida emas, ishonchli bo'lish kerak. Buncha daromadga, buncha rasxodga asosiy urug' e'tibor berish kerak. Hurmatli dehqonlar, tavsiya qilaman. Hamma